Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Iqtisodiyot nazariyasi fanidan 2-semestr 11-mavzuyimiz aholi daromadlari va davlatning ijtimoiy siyosati mavzusi bo'yicha ma'ruza mashg'ulotlarimizni olib boramiz. Ma'ruza mashg'ulotlarimizni quyidagi rejalar asosida yoritib boramiz. Dastlab aholi daromadlari va uning tarkibi, aholi turmush darajasi va uning ko'rsatkichlari, daromadlar tengsizligi va uning darajasini aniqlash, davlatning ijtimoiy siyosati, O'zbekistonda ijtimoiy siyosatning asosiy yo'nalishlari rejalari asosida mavzuyimizni yoritib boramiz. Aholi daromadlari tushunchasiga to'xtaladigan bo'lsak, bu ma'lum bir vaqt oralig'idagi, masalan, 1 yildagi ular tomonidan olingan pul va natural shaklidagi tushumlar miqdori bu aholi daromadlari hisoblansa, aholining pul daromadlariga bu ish haqi, tadbirkorlik faoliyatidan olinadigan daromadlar, nafaqa, pensiya, stipendiya, mulkdan foiz ko'rinishida, dividend ko'rinishida va renta ko'rinishida olinadigan daromadlarni keltirishimiz mumkin va natural ko'rinishda olinadigan daromadlarga uy xo'jaliklarining o'z iste'mollari uchun ishlab chiqargan mahsulotlari, ish haqi hisobga olinadigan turli xil mahsulotlarni biz natural ko'rinishda olingan daromadlarga misol qilib keltirishimiz mumkin ekan. Aholi daromadlarining turlari bu nominal daromad, real daromad va ixtiyordagi daromadga bo'linadi. Nominal daromad bu aholi tomonidan ma'lum bir vaqt oralig'ida olingan daromadlarning pul ko'rinishidagi miqdori hisoblansa, ixtiyordagi daromad bu shaxsiy iste'mol va jamg'arma maqsadlarida foydalanish mumkin bo'lgan daromad hisoblanadi. Bu daromad nominal daromaddan soliqlar va majburiy to'lov summasiga kam bo'ladi. Ya'ni soliq va majburiy to'lovlar chiqib ketgandan keyin ixtiyordagi daromad qoladi. Real daromad bo'lsa, bu narx darajasi o'zgarishini hisobga olib, aholining ixtiyorida bo'lgan daromadga sotib olish mumkin bo'lgan tovar va xizmatlar miqdori, ya'ni daromadning xarid quvvatini anglatadi. Aholining nominal pul daromadlarining asosiy manbalari ishlab chiqarish omillari hisobga olinadigan daromadlar, davlat yordam dasturlari bo'yicha to'lov va imtiyozlar shaklidagi pul tushumlari, moliya kredit tizimi orqali olinadigan pul daromadlariga bo'linishi mumkin. Aholi turmush darajasi bu ularning hayot kechirish uchun zarur bo'lgan moddiy va ma'naviy ne'matlar bilan ta'minlanishi hamda kishilar ehtiyojining bu ne'matlar bilan qondirilish darajasini aks ettiradi. Aholi turmush darajasini ifodalovchi bir qancha ko'rsatkichlar mavjud. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan umume'tirof etilgan, qabul qilingan ko'rsatkichlar sifatida tug'ilish va o'lish darajasi hamda boshqa demografik ko'rsatkichlar, hayot kechirishning sanitariya-gigiyenasi jihatdan sharoitlariga talabga javob berishi, oziq-ovqat tovarlarining iste'mol qilish imkoniyatlari, turar joy sharoitlari bilan ta'minlanganligi, ma'lumot va madaniyat darajasi, mehnat qilish va bandlik sharoitlari, aholining daromadlari va xarajatlari, hayot kechirish qiymati va iste'mol narxlari, transport vositalari, dam olishni tashkil etish, ijtimoiy ta'minot, inson erkinligi kabi bir qancha ko'rsatkichlarni aholi turmush darajasini belgilovchi asosiy ko'rsatkichlar sifatida qayd etishimiz mumkin. Daromadlar tengsizligini keltirib chiqaruvchi asosiy omillar mavjud. Ya'ni bozor iqtisodiyoti sharoitida, bu daromadlar tengsizligi doimiy ravishda shakllanib boradi. Aholining ma'lum bir qatlamlari daromadlarining oshishi o'z navbatida boshqa qatlamlarning daromadlari qisqarishiga sabab bo'lishi mumkin. Bunda kishilarning umumiy, ya'ni jismoniy, aqliy va estetik layoqatdagi farqlar daromadlar tengsizligini keltirib chiqaruvchi eng asosiy omillardan biri hisoblansa, shuningdek, ta'lim darajasi, malakaviy tayyorgarlik darajasidagi farqlar, tadbirkorlik mahorati va tahlikaga, risklarga tayyorgarlik darajasidagi farqlar, ishlab chiqaruvchilarning bozordagi narxlarni o'rnatishga layoqatliligi, bozordagi hukmronlik, monopoliya darajasidan kelib chiqib aytilyapti. Va mana shu ko'rinishdagi farqlar bu daromadlar tengsizligini keltirib chiqaruvchi umumiy omillar hisoblanadi. Daromadlar tengsizligi mavjud bo'lgan sharoitda davlat daromadlari kam, aholining ehtiyojmand qatlamlarini ijtimoiy himoyalash uchun ijtimoiy siyosatni amalga oshiradi. O'zbekistonda ijtimoiy siyosatning asosiy yo'nalishlari, umumiy ma'noda ijtimoiy siyosat nima ekanligini ko'rib chiqadigan bo'lsak, davlatning ijtimoiy siyosati bu tegishli markazlashgan daromadlarni tabaqalashgan soliq solish yo'li bilan shakllantirish va uni byudjet orqali aholini turli guruhlar o'rtasida qayta taqsimlashga qaratilgan. Ya'ni davlatning daromadlar taqsimlanishidagi tengsizlikni yumshatishga va bozor iqtisodiyoti qatnashchilari o'rtasidagi ziddiyatlarni bartaraf qilishga yo'naltirilgan siyosati hisoblanadi bu ijtimoiy siyosat.
Ijtimoiy tanglikni yumshatish usullari bu ijtimoiy to'lovlar, bozor narxlarini o'zgartirish, ish haqining eng kam darajasini belgilash kabi usullarda amalga oshirilishi mumkin. O'zbekistonda aholini ijtimoiy himoyalash bo'yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlarni birinchi yo'nalishi bu narxlarni erkinlashtirish va pulning qadrsizlanish darajasini ortib borish munosabati bilan daromadlarning eng kam va o'rtacha darajasini muntazam oshirib borish. Ya'ni bizda mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining belgilab borilishi O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan barcha davlat, nodavlat tashkilotlarida faoliyat yurituvchi xodimlarning eng kam belgilangan oylikni olishi va bu orqali iste'molda iste'mol savati bilan ta'minlanishini demak nazarda tutadi. Ikkinchi yo'nalish bu ichki iste'mol bozorini himoya qilish hamda oziq-ovqat mahsulotlari va nooziq-ovqat mollari asosiy turlari iste'molini muayyan darajada saqlab turish bo'lishi mumkin va uchinchi yo'nalish bu aholining kam ta'minlangan tabaqalarini ijtimoiy himoyalash va qo'llab-quvvatlash borasida kuchli chora-tadbirlarni o'tkazish hisoblanadi. Buning natijasida biz hozirgi kunda ko'rishimiz mumkin, temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari, ijtimoiy himoya yagona reyestri yoki bo'lmasa shunga o'xshash turli xil ijtimoiy yordamga muhtoj aholi qatlamlarini bevosita to'g'ridan-to'g'ri qo'llab-quvvatlash mexanizmlari ishlab chiqilganligi, ijtimoiy himoya milliy agentligining tashkil etilganligi va bu orqali aholini ijtimoiy himoya qilish maqsadida turli xil davlat tomonidan iqtisodiy yoki moliyaviy yordamlar taqdim etilayotganligi, ta'lim xarajatlarini, tibbiyot xarajatlarini qoplanayotganligi, aholining ehtiyojmand qatlamlariga kerakli tibbiy yordam yoki bo'lmasa dori vositalari yoki turli xil kundalik ehtiyoj vositalarini resurslarini ta'minlab berilishi ham aynan ijtimoiy yordamning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida qayd etilishi mumkin. Pensiya bilan nafaqaning farqi, ya'ni pensiya tushunchasi va nafaqa tushunchalari mavjud. Bunda pensiya bu qonun tomonidan kafolatlangan va fuqarolarni keksaligida, qisman yoki mutlaq mehnatga layoqatsizligi, boquvchisini yo'qotganda hamda mehnat faoliyatining muayyan sohasida ma'lum ish stajiga erishgan paytida ta'minlashga qaratilgan pullik to'lov hisoblansa, nafaqa bu fuqarolarga qonunchilikda ko'zda tutilgan hollarda qisman yoki to'liq mehnatga layoqatsizlik, og'ir moddiy sharoit, bolali oilalarni qo'llab-quvvatlash, shuningdek, qarindoshlaridan biri vafot etgan taqdirda muntazam yoki bir marta beriladigan pul to'lovi bu nafaqa hisoblanadi. Nafaqaning turlari bu yosh bo'yicha nafaqa, nogironlik bo'yicha, homiladorlik va tug'ish bo'yicha nafaqa, bola tug'ilganda beriladigan, nogironlik bo'yicha beriladigan nafaqa, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha nafaqa, vaqtincha mehnatga qobiliyatsizlik yoki layoqatsizlik bo'yicha nafaqa, dafn etish marosimi uchun nafaqa, ishsizlik nafaqasi va boshqa turli xil nafaqa turlarini keltirishimiz mumkin ekan. Nogironlik boshlangan paytga qadar talab qilinadigan ish staji quyida keltirilgan. Aynan 23 yoshgacha qadar 2 yillik, 23-26 yoshdan 3 yillik va hokazo 56 yosh va undan oshganda 20 yillik ish staji demak talab qilinadi nogironlik nafaqasi boshlanishi uchun. O'zbekiston Respublikasining Davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi va Mehnat kodeksiga kiritilgan o'zgarishlarni biz keltirib o'tishimiz mumkin. Bu yerda minimal ish staji 5 yil bo'lishi, 3 guruh nogironligi pensiyasining bekor qilinishi, ba'zi imtiyozlar bekor qilinganligi, bunda 5 va undan ortiq bolali ayollar, shahar yo'lovchi transporti haydovchi ayollar, traktorchi, mashinist, maktab o'qituvchi ayollar, tibbiyot sohasida ishlovchi ayollarning demak imtiyozlari bekor qilinganligi, Mehnat kodeksining 100-moddasining 7-bandi qo'shilib, bu yerda o'sha pensiya yoshiga yetgan xodim bilan ish beruvchining xohishiga ko'ra 2 oy oldin yozma ravishda ogohlantirish berish orqali mehnat shartnomasini bekor qilish yoki pensiya yoshiga yetgan fuqaro ham o'z ixtiyoriga ko'ra doimiy ravishda mehnat faoliyati bilan shug'ullanishga ruxsat berilishini qayd etishimiz mumkin ekan. Jamg'arib boriladigan pensiya bilan kafolatlangan davlat pensiyasi o'rtasidagi tafovutlar mavjud. Bunda kafolatlangan davlat pensiyasi bo'yicha fuqarolarning shakllangan holatiga mos ravishda yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi va boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olish kafolatlanadi. Shuningdek, fuqaro u yoki bu sabab bo'yicha ish stajiga ega bo'lmagan taqdirda ham mamlakatda belgilangan mehnatga haq to'lashning eng kam miqdoridan kelib chiqqan holatda yoki o'z navbatida pensiyaning minimal miqdoridan kelib chiqqan holatda
belgilangan to'lovlar bilan ta'minlab boriladi. Jamg'arib boriladigan pensiya bu davlat pensiyasiga qo'shimcha bo'lib, uning shakllanish manbasi har bir ishchi va xizmatchining olayotgan daromadi hisoblanadi. Agar ishchi va xizmatchi ishlamaydigan bo'lsa, mos ravishda pensiya ham jamg'arilmaydi. Hozirgi kunda jamg'arib boriladigan pensiyaning daromad manbai ishlayotgan har bir xodimning, demak, ushlab qolinayotgan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ining 12% ning 0,1% miqdorida, demak, jamg'arib boriladigan pensiya hisob raqamiga o'tkazib boriladi. Shuning bilan bugungi mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ushbu mavzu yuzasidan savollaringiz va fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, quyidagi keltirilgan elektron pochta manzillari orqali bog'lanishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.